Assalomu alaykum, ekran oldidagi programmamizni ko'rishga taqozo bo'layotgan barliq aziz ko'rmanlar. Assalomu alaykum, naq maydondagi mehmonlar. Riyosatchi Nijat Vali Yoqutdin, hammalarga sevg'inishli salom, oliy ehtirom. Şinjan televiziya stansiyasidan Şinjan Buğra Medeniyet Vakfı şerikli birlikte uyuşturgan Çocukki televiziya sanat programması Şen Güzel İpek Yolu Sadası hazır başlandı. Hurmatli ko'rman do'stlar, Şen Güzel İpek Yolu Sadası programı grupsidagi xodimlarning izchil izlanishi shunaqla tirishishi natijasida bu bir qancha oydan buyon tanlab chiqqan sarxil mayrillarimiz hozir sahna sirtida taq bo'ldi. Shunaqla musobaqa qatnashishga oldi. O'zlarida bizning 4 nafar san'at yetakchimizmi hozir haybat bilan sahnamizga qarab qadam oldi. Bundaqda qizg'in olqishlarimiz bilan ularni sahnamizga taklif etamiz.
Yollarımda güller terepken, Külürümge güller terepken. Sen mi sandın yok o terepken, Yollarımda hoş oy çeçepken. Baharımda çırak geçirken, Çöl cezirke bir can beni yüreğim, Göz yaştırdım sunup etken. Arayam gördüm kim bardigan koyaş, Bu gariplerge yorup seçipken. Baharım ilitken, Yollarımda güller teripken. Baharımda elipken, Yollarımda güller terepken, Külürümge güller terepken. Sen mi sandın yok o yepepken, Yollarımda hoş oy çeçepken. Baharımda çırak geçirken, Çöl cezirke bir can beni yüreğim, Göz yaştırdım sunup etken. Arayam gördüm kim bardigan koyaş, Bu kalplerge yorup seçipken. Baharım ilitken, Yollarımda güller teripken.
Ser nokşi her yan Sasi yalrıdı Cahani Bulup kalktı Cir buldu Kızı kayba Bostani Kızın akşiri Çalgan saziz Ağlaydı
Chinuri biyotexnikasida Sulton zavodida ishlangan go'zallik bino uchun go'zal kirim buyumlari mayirlarga omad tilaydi. Balkim bu qidiqqa programmamizga qatnashgan mayirlarning qanday tarixchilig'iga hammalar qiziqayotgan bo'lsa kerak. Ularni oldi bilan mukofot buyumlari bilan tanishib chiqaydi. Birinchi darajaga erishgan mayirni asal makoni g'ulji ishlab savdo va aslini bozorga solgandan beri xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishiga erishgan G'ulja Paktul musulmoncha maktab ishlab chiqarish shirkati 200 million qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Shuningdek, mukofotimizning noyib katta uzoq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib, Yan marketingga a'lo sifatli yurishlik soda suyini ishlab chiqarib, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Qutyar fan texnika taraqqiyot shirkati 150 million qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Mukofotimizda Uyg'ur tibobatchiligida belgilik o'sish hosil qilgan Xinjiang kinara mablag'chiligi Erkon mahsulotlari ta'minlagan 100 million qiymatidagi avtomobil. Butun tarixi mukofotimizda Samarqandda namoyon so'g'an Xinjiang Mo'tvar xalqaro so'z shirkati Alzoq kiyimchiligiga ta'minlagan 50 million qiymatidagi avtomobil. Shunday ko'rinishda mukofot buyumlarimiz intayin katta. O'z navbatida bizning mayirlarimizning tayyorlig'i intayin puxta. Mayirlarimiz mana bu sahnada ekran oldiga qarindoshlarga, shundaqla naq maydondagi mehmonlarga o'zining chin, go'zal ovozi bilan haqiqiy ahvolni, haqiqiy ovozni namoyon qiladi. Bugun vaqtda so'z bilan konuşib chiqayli. Erkin Abdullah efendim. Abdullah Abdurrahim efendim. Mahmud Sulayman efendim. Nurnisa Abbas hanım. Hadi mayirimiz sahnimizga merhaba. Bu kızın ismi Dilxumar Shavkat. O İli Vadisi'deki san'at oilasida o'sib yetilgan. Gerçi o hazır meditsina kesinde o'qiyotgan bo'lsa-mu, xalq naqshlari, muqomlarni o'rinlashga jur'at qildi. Meni san'atchilikka aloyidligim bo'lsa, mayli xalq naqshlari bo'lsin, ijodiy naqshlar bo'lsin, zamoniy naqshlar bo'lsin, hamma baldirlik ilgilab olayman. Qiziqishim naqsh etish, usul o'ynash, rasm siz qatorliq jihatlarda aloyidligim bor. Meni bu qitimki İpek Yolda Sadasi programmasi qatnashishga maqsadim o'zimning talantini joriy qildirib, ustozlarning bergan fikrni qabul qilib, o'zimdagi ortiqchiliklarni texnik yaxshi joriy qildirib, kamchiliklarni tuyitib, texnik yaxshi bo'lgan mukammal naqshchiga aylanishdan iborat. Cahani
yetim beni azad örtep yok barım niye aya derdim Belki Aleykümselam. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar. Men ismim Duxmar Shavkat, yurtim G'ulja. Bu yil 19 yoshga kirdim, Shinjang tibbiy universitetida o'qiyman.
Dilxumar Shavkat siz dadangiz naqsh aytamdi. Opangiz uchun. So'nggi 5 yil Qandı badını? Ayağında güçte hem yeri bak. Ha bayağı taplarken biz işçi çokum şu sünnet ümmeklerde işleri kalk şeydi o. Anlaşıklar meselesini kesip terbiye algan için. Ailesi bırakımda bir sebilik neyes kıldım sizden. Mesela bayankı mukaddimede evcik çıkıdığa yaşında yaşta oldunuz. Sizin işiniz küçükken çatak yok. Ondan sen bir bundan işle bulup durdu ağız diyen. Kilişip kaldınız demekçi ben. Lekin mavu vadiriha bu onda asan nakşanaz. Şunun şunda yaxşı orlap verdiniz. Rahmet sanırım. Dilxumar sanlar nayte çıraylık yürek bağı da kılıp aytdınız. Sizin yaşınızda bu naqşını aytmak pek asan emas. Men Abiyatın şu Mahmud Malım'a ben şunda dedim. Mahmud efendim basıp diken depçi. Evci takip kendiniz mi? Ben kasım kendisi dişsizliğim yürek tigip olgan. Bu aslıcı. Endi men şu Gulcada tuğulgan vadiriha bunda eli xalık nafslarına anlap Müslüman şeyde çömülüp çoğun olgan. Şunun için ben oturamay kaldım. Sizinki birden bir en mühim tesir kılınıp benim yürüyüşümde badi. Ben bunu değişim sebep unutmamam ben birinci olup öğrendim sizge. Unutmasanız olmaydı. Ben de yedim. Oğlum. O kaçıncı olup öğrenmiş moylanas var. Bir yerden aşağı bakkan mı durunuz? Bakalım. Başlandı. Erken gaplamay qaldingiz bu. Yok. Yasla yok koyatma. Sağ olsa sonlarım. Şu mukamның mukaddimesinden başka, ilhalık nakşılardan başka nakşılarına evet bakkan mı durun? İle xalq naqshlardan boshqami? Men asosan Uyg'ur xalq naqshlarini hammasini yoqib ko'rdim. Mayli Qashqa, Turpoq, Qumulusin har qaysi joylarnikini aytaverdim. Degenim durus hammamiz bilimizga, hammamiz o'zimizning xalq naqshlar. Buncha çatak yok. Degenim uslub jihatda boshqa miboblarni qiziqib bakkanmi tanzamay bor uslubga. Ha. Olsa ümit varken agar Xo'sh. agar loyiq topsangiz sizni o'zimizniki klassik 12 muqam bo'lsin, mayli eli xalq naqshi bo'lsin, bu jihatdami tarbiyalashga qudretim yetarmi? Mana men bormaydi. Unutmam. deb o'ylayman endi. Chunki Allah shu qo'qqisizga o'tib ketamizmi? ikimizdan muqamlanlab cho'ng'ildik, ammalab naqshanlab cho'ng'ildik, eğitib cho'ng'ildik, o'qib cho'ng'ildik, chilib cho'ng'ildik. Endi bundan keyin biz sizlarga muhtoj. Xohlasangiz, men sizni ham muqam o'qiydigan, ham ommabop naqshi o'qiydigan qilib chiqishga qo'lam ko'ksimda. Rahmat otam, rahmat. Hey, biz gap qilmasak bo'lmaydigan o'xshaydi. Çoğlardan gel sizde bilen. Mening boshqa gapim yo'q. Yomon chiroyli tatliq aytdingiz. Biz mayoqqa qarab turib, yeshingizni men o'zim ko'nglimda shunday taraz qilgan to'g'ri chiqdi. 19-20 yosh atrofida bo'lishi mumkin. Chunki ovozingizda Aboy Mahmud apandi degandek azroq bir soddalik bor. Lekin Erkin apandi dedi, bu bala balkim bir ummakda ishlashi mumkin deb menimcha. Men dedim, o'rilib bo'lgandagi xato emasga. Bu ummakda ishlamagan bilan uyi bir ummakka bo'ladi. Bunga kasbiy tarafdan dars berayotgan muallimlarning bir nechisi bor ekan. Mana bugun yani shu lajdan oilangizdagi dadingiz, opangiz, hatto boshqa chiqqanlaringiz sizga kichik vaqtingizda tarbiya bergan o'xshash. Shuning foydasidan-da, endi shuning unimidan 4 muallimning hammasi sizga qarab o'tiryotdi. Buning ichida sizning o'zingizdan chiqalaydig'ini bor, chiqolmaydig'ini bor. Tirishimiz.
endi meni tanlab qolsangiz, men bu Mahmud Efendi degandek ili naqshlarga nihoyat bak hurmatim bor, bak amroq, men bu aytishni yaxshi ko'raman. Men yaxshi aytolmasammi, lekin aytganni anglay olayman. Anglashqa hozir sizga aylanib o'tiryapman. Endi lekin mening atrofimda ili naqshlarga ustoz bo'la oladigan kuchlar bor. Shunga agar siz ili naqshlar bo'yicha taraqqiy qilma desangiz, u ixtiyoringiz. Ammo o'zingiz bay aytdingiz, men zamonaviy naqshlarga vas qilmadim. Uni men demasam siz bilasiz ham. Navada singlim. Musha ovozingizni yaxshi taraqqiy qildirib, yaxshi bir imtiyoz bilan, yaxshi bir darslik bilan ovozingizga kuch bersam navada. Vodiriy-xon ikkimiz birga o'qiymiz. Men birga o'qiyman. Bir o'qitmagan, lekin men davomli mening yenimda saqlaydigan mushu Vodiriy-xonni eng voyaga yetkazib o'qigan Abdurahmon akam deb bir edim. Shuni birinchisi men davomli saqlayman. Bu odam alomat o'qiydi. Qani. Men birga qilib boqay, ha? O'rgandan keyin kelganda endi, o'rgandan keyin sizniki taqdiringiz, kiyinishingiz, sahna qiyofatingiz menga texim yaxshi ta'sir qiladi. Gerçi bizniki bu programımızın ismi Xush Ovoz bo'lsa-mu, lekin bir naqshchiniki obrazi, sahna qiyofati mushijati bu intayin mo'yin. Ovoz 90% o'rinda bo'lsa, ya'ni 10% shu sahnadagi qiyofati qatorliq nurg'un diqqat qilgan ishlar bor. Shunga sizni ko'ribla oldindan intayin xushal bo'ldim. Gapdan postkalasini desam, mening hozir shu muzika jihatda, yosh jihatda qara vaqtlarim qara. Menchu ayol kishi men. Qatti deramayman. Men qarab, mening ham keling. Erkimlar bezim ketamsiz ya. Qani. Endi mush fursatda opangizga deydigan gapingiz bormi? Opam men naqsh yutib qolmasdan, mush ketimki musobaqa qatnashdimmi, meni birinchi bo'lib sen ashuni qatnashmasang bo'lmaydi deb meni rag'batlab, quvvatlab mush musobaqa qatnashib, shunday yaxshi natijadan qo'l keltirishim turtki bo'ldi. Shunga opamga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Vodiriy-xonim bunda qizlarning aytganini men jiq anglagan, biroq sen qo'polroq aytilganini anglagan. Biroq meningda sizda bir nozuklik bor. Men o'ylayman, buni agar ommabop naqshga ishlatib qolsakmi, nayt chiroyli chiqadimi ovoz. Rahmat. Tanlash huquqsizda endi. Alloh. Qani. Endi bu yer odam to'rtga tanlashib berdi. Men Süleyman efendim. Dilxumar Shavkat o'z qiziqishi orzusini aloyidligini namoyon qildi. Yoshlarimizning o'z saniyatimizga, an'anamizga qiziqishi, o'rganishi, izlanishi bizning qadrlashimizga arziydi. Dilxumarga muvaffaqiyat tilaymiz. Sevgili abi, Bir skit qoldi da. Bir skit qoldi ya. O'xshash qaysimizga hammamiz To'g'ri, sizni tabriklayman. Yaxshi tarbiyalasak, to'g'ri. Abdulla tarbiyalaganga o'xshash, Erkin tarbiyalaganga o'xshash, siz tarbiyalaganga o'xshash, men tarbiyalaganga o'xshash. Jumladan misal yoqtirib anglayotgan barliq qarindoshlarimiz tarbiyalaganga o'xshash. Unda degan bilan o'zingiz tarbiyalaysizda uni. San'atning til, millat chegarasi yo'q. Mana bu inimiz Elzat güzel bir muhabbet kuyini ip geldi. Kinamiz kerindişim. Elzat Muhammed'nin kuyuga quloq salaydi. Men odatda shu sayat qilish, chuncha gitar o'tilish ishlar qiziqtiradi. Ommabop naqshlarni, xalq naqshlarini, bundan sirt o'zbekcha naqshlarni aytishni yaxshi ko'raman. Men bu Ipak Guli sadosi yo'l qo'yilgandan keyin men to'rdan, do'stlarimdan anglab
şu yakınlarımızdan katmış baksan böyle xiyaldan şu sevgiye çıkış arzusida katmıştım. Ben bu misafire meyli 4000 sekre meyli şanlık dikey ahirgacha dal qo'yatmay kirishim. Berdem aramasaydım Diller arzu gayip yok Bana sebep kalsaydım Diller arzu gayip yok Bana sebep kalsaydım Gayetden gayetmezsen Fırsat mağlup etmezsen Ömrümü döp gitmezsen Bana sebep kalsaydım sebep kalsaydım Dünyasını yaşattım Kapıvancı kamdattım Dünyasını yaşattım Kapıvancı kamdattım Arzuyu bulmay geldi Bana sebep kalsın Yani sen gayetmezsen Fırsat mağlup etmezsen Ömrümü döp gitmezden Bana sebep kalsın Ömrümü döp gitmezden Bana sebep kalsın Sen ulfete, sadidligin hürmete Bana sebep kalsan Kimden bilin fırsatı Bulaylasın ulfete Sadidligin hürmete Bana sebep kalsan Yani sen gayetmezden Fırsat mağlup etmezden Ömrümü gitmezden Bana sebep kalsan Ömrümü gitmezden Bana sebep kalsan Hadi okumadım Biraz nazarga ilib Ko'nglimga shafqat qilib Mana sabab qalsaydi Ko'nglimga shafqat qilib Mana sabab qalsaydi Ay Mana sabab qalsaydi kalsaydı Bana sebep kalsaydı Yaxşı işlədiniz, vaxtında çiraylık. Hakikaten çıraylık.
O'zingizni bir tunishtirib berasiz bizga. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlarimiz, to'rt ustozlarimiz, hammalarniki bugungi kuni xayrli bo'lsin. Men Urumchidan Elzat Muhammad bo'laman. Elzat Muhammad o'zingiz o'quvchimi ya, ishlayapsiz? Men odatda shu naqsh kasb bilan bu yerlarda masalan restoran, ko'ngilli so'rlarda naqsh ittifoqigacha Biz abiyatın biz öğrülüştüm. Şunçilik çıraylık etkantanız, avazın şundak toxtaşlık pek çıraylık boğan. Lekin biz öğrülgendekin siz tentirip gettiniz, ya şundak mı? Şunda hissiyat var mı yok mu? To'g'ri. Hayajonlandim, rasiyat qilsam. Bu naqshni anglagandan keyin men o'ttirdim, o'tganda aylandim. Demak, men siz uchun bilet tashladim degan gap. Umuman sizning ovozingiz chiroyli bizni ta'sirlantirsa, biz ta'sirlansak aylanamiz. Shuning uchun ko'proq mening sizga bilet tashlashimga, aylanishimga sababchi bo'lgani mushu naqshga bo'lgan mas'uliyat bilan aytgan naqshingiz bo'ldi. Shunga agar muallimlarning ichida tarbiyalanishni, men orqali tarbiyalanishni xohlasangiz, menga keling. Dünyada ortak bir til var desek, bu til del müzika. Ortak bir yazık var desek, bu del halkaralık, beşsizlik nota. Navada siz koşalsınız. Sizden avazınızın Azatbek Nezarbekov ağzı. Ben sizden avazınızı ilzat kılalayım. Eğer Efendimler özünün göz karışını etti. İlzat, ben sizni bir kıtım bir köygen isimli kılışça. Bu to'g'ri kuchadi şeyde bir oyun qo'yish sababi bilan uchrashib qolgan. Lekin sizning ovozingizning yana shunchalik darajada chiroyli ekanligini bugun texmi his qildim. Rahmat. Yana kelib men sizningki yaxshi ustozingiz bo'lish sifatim bilan meni tanlashingizni, shundaqla ayol kishiningki 6-sezgusiga ishonishingizni umid qilaman. Qani, meni qurban keling. Rahmat. Nurisa xonim erkin gap qilmaydi-ku. Onu şu hoş avazlarını iniqroq anglaydi deb ko'zing taqib olgandim. Ko'rib turib anglaydi sizlar. Endi meniki prinsipim intayin oddiy. Men eng oxirida o'rilga o'xshayman. Bizniki ovozimiz intayin yo'roq, mungluq, uning ustiga naqsh o'rilishingiz, shu puroqlari intayin kuchli o'rilmas. Endi men Abdullah Efendim'den, Mahmud Efendim'den, yoki Nurisa Hanım'dan ben bir narsa talashmayman o. Ben o'xshash bularni mening ustozlarim. Ustozlarimdan bir narsa talashmayman. Agar siz qaysi, men o'ylayman, qaysi efendim yoki xonimni tanlashingizni qat'iy nazar cho'qin kelgusimiz parlak. Şuna en ahırda talaş özünüzde. Siz qaysi efendim ya kanunu talaşını talaysınız. Emin tallaydı deymi. Yak. Meye qaram. Mana. Men meyede. Endi o'sha hozirgacha naqsh etib, men kichik vaqtlarimda Erkin Abdulla ustozniki naqshlarni anglab, gitarda shu bir necha naqshni tortib, 12 naqsh bo'lsa, butunlay gitarda hammani tutib chiqib, shunday qilib o'rgangan. Arliqda uningdan burun Abdulla akamizniki o'sha elaqa Parvonang bo'lay deb bir naqshlar bopti. Shu naqshlarni endi shu vaqtlarda ovozimni yetkazib shu yerga. Bek to'liq aytamasam shu vaqtda ishda o'rganib aytatdim. 500 yil degan naqshini Mahmud Sulaymon akam ustozimizdan o'rgangan.
tanlash. Oxirida qaysini tanlaysiz? Bizni aldavatamsiz. Sizning naqshni aytib bersiz. Oxirida meni ayirib qo'yganingiz qaraganda men aniq tanlandim ekanman. Maya qarang. Qatchida o'g'a oldi ekan. Unutib qolmang, men birinchi ko'rilgan, ha? Mening tanlashim Abdullah Abdurrahim. Elzat Muhammed'in Hristiyanlığı özünün halkı şiroyunu cari kıldırıp Abdullah Abdurrahim Efendi'nin yetekleşi bilen asıklıma bir nakışçı bol çıkışını ümit kılırız. Bu jigit kuy nakşılarını ilip sahnimizge yetip geldi. Abduvali G'ofurning kuylari sizga uning qandoq yurak sirlarini izhor etarkin? Meniki amroq naqsh uslubim bo'lsa, ommabop naqshlar, mod naqshlar va xalq naqshlarini yoqtiraman. Mening qiziqishim bo'lsa, odatda men san'at turlarining ko'p qismlari qiziqaman. Rasm chizish, loyihalash qatorliq. Mening bu ketim Ipak Yo'l Sadasi programmasiga qatnashishimning sababi birinchidan men bu Ipak Yo'l Sadasi programmasini amaliy iqtidori bor naqshlarning sahnasi deb qarayman. Hamda shu programma qatnash orqali o'zimning iqtidorimni bir damsab ko'rishni maqsad qildim.
sensiz yaşaşni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Harry Potter kan bu. O'zingizni tanishtirib ayting. Assalomu alaykum. İsmim Abduvali G'ofur, o'zim Qashqardan. Xinjiang Tibbiy universitetining klinik davolasini to'qima bu yil 22 yosh. Yaxshi kasb. Doktorlukmu? Doktorlikmi yaxshi kasb. O ko'zoynak bilan o'zimi doktorga o'xshaydi ekan bu. Harry'ga o'xshagan, Harry. Apa ukam kechirgili bo'lmaydigan xatolikdan birisi o'tib ketib qoldi-da. Qizil qilmaydi o'zi uqdi. O'zing uqdingmi? Shu iliqi kuy o'zgartgandan keyin. Undan burunqisi degan u ushaq ishlag'u. Keyingisi bizni sal ishkilantirib qo'ydi. Ammo ovozing bak chirg'ay, yiqimliq ovozga. Hayrat qil, budoqatim. Hozir fikrlashib, tayyorlik qilib bir kelaylik. Bo'ldi. Tibbiy universiteti. Gelişip kaldı. Tirishing, kelar kezilimiz vaqt kutimiz sizni. Odamda tirishchanlik va jasorat bo'lsa, yana taloy g'albalarni qo'lga keltira oladi. Abduvali G'ofurga oq yo'l tilaymiz. Güzellik yoshlik subiyasida o'z chum pardasini ochdi. Subinur lirik, romantik kuylarini ilib Qaramaydın sahnimizga yetib keldi. Uning nozik qalbidagi o'tliq hissiyotini anglashni hammamiz xohlaymiz. Alaylikim, naqsh etish, usul o'ynash, kinoda rol ilish, drama. Men odatda naqsh etishni, tantarbiya bilan shug'ullanishni yaxshi ko'raman. Men bu qitim musobaqada muvaffaqiyatli holda 16-chiga kira oladiganligimga ishonchim bor. Show
忘记，我试图说服自己，一切过去，可这完全是在欺骗自己。我永远无法忘记你的美，久的等待，终于离了又还，你还回来，等待，久的等待，在这世界上，你是我的唯一，等待。Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Müzik texniği mətləşimiz bir romantik paransı olaylı. Özünüzü bir tanıştırıb etəңə söyümlük sığınım. Assalomu alaykum. Ismim familiyam Subinur Yikim. Özüm Qarmaydın. Qarmaydın? Qancha uzun bo'ldi Naqshbin vaqti? 2 yillar atraf bo'lib qoldi. O'zingiz nerede ishlayapsiz? Men Sinan san'at institutining aktyorlik kasbida o'qiyapman. Mushu Shinjon san'at institutida yaxshi bolalarni qabul qilyapti yaqinda. Biroz Aktyorlik kasbi haqiqatan yaxshi kasb. Abdulla Kamush kasbda o'qib chiqqan. Mushu aktyorlikda o'qigan bolalardan o'ylamagan yerdan yaxshi naqshchilar chiqadi. Bu naqshni asli aytquchisi Bang Chishan mening yaqin do'stim. Bu 10 yil oldida aytgan naqshisi intayin yuqori saviyalik naqsha. Oldirib naqshchilar aytishga jur'at qilolmaydigan naqsha. Aktyorlar jur'at qildi. Çıkıp dost olsun, aktör olsun, müşündaq yaxşı naqshlarni tərbiyəlab çıxırğan biz oxşaş məxsus kəsbdə oxuğanlar cuma yenə. Qarindoshlarım, japa chekib, kechgacha uxlamay, shu naqshni yozgan ijodiyatchilarni o'ylab qo'yinglar. Birodarlar, ma oldimizda turgan naqshchi aktyor. Bundan boshqa ayol. Ya kız. Ya udullar tanlash
talışış basışı kirib ketdikmi? Aşağı Birden ketdi. maqtamamdiq. Ya bunu endi biz maqtımısaqmı? Aniqlik yerga. Aniqlik Men ketdi. maqtasam Hamsi birden tanqidlaydi. Nishni vaqiraysiz dekadi. Bir chiroyli hikoyani o'qib yetib baka vaqirab tashlaydi. Mushundan naqsh oldim endi. birodarlar, mening o'quvchimni nimanch ko'rolmaysizlar? Biz hozir to'rtlaydan siz uchun o'rindiq aylantirdik. Tanlash huquqi sizga o'tib ketdi. Albatta aktyorlar bo'ladi-da tanlash huquqi. Qağallar anglab baqayli deb o'yladim. Men ash birinchi ovozingizni sezib oldim. Shuning uchun birinchi aylandim. Muhim emas deydigan Yo'q, muhim. chiqdi, lekin chiqib men oldi bilan his qilib oldim. Qarang. Sizning go'zalligingizni, sizning qalbingizni, tatliqligingizni men bilib oldim ish qilib. Bu güzellik degani faqat erlar siz olaydi. Ayollarning güzelligini erlar. Unda olsa siz nimishqa oxirida qoldingiz aylanganға? Ovoz bo'lsa, ovozi yana ayol kishi tezalaydi, shundami? Mahmud apandi eg'irves qadam bo'lgan lekin. Aldırmay. Xo'sh. Men mana menga desangiz, men eng oxirida o'rildim. İpek yo'li xush ovoz programmasi. Shunga men ovozini birinchi prinsip qildim. Men o'xshash qilsam. Shunga endi ovozni to'liq anglab, meningcha shu yuragimga tekkanda Mana sinada sen burun tegib qopti. Asad keleyler. Singlim, agar bayqida mashhuqdasangiz, meni 81-yilgi hisiyatim kelib qilib, balet o'ynab ketishni yanmayman. Balet o'ynsam-da. To'g'ri. Mahmud efendim balet o'qigan, maxsus balet o'qigan. Mana baletni maqsadgan bu. Agar mening guruhimga kirsangiz, men shu naqshni aytgan, asli aytgan qo'nchishlarning shay aytilma. Menla makbasan. Agar siz meni qishim kelsangiz, men oldimda o'tkazmoqchi bo'lgan cho'ngtitgan naqsh kechilikimga o'zim bilan bir maydonda turib, ikkimiz tang vaqirab turib, nurg'un yigitlarni o'zimizga mushtaq Mahmud efendim qarayman deb ketdi-ku, bir qartib olmamda, qanday? Ha? Hey, bular yamanka. Biroq qancha kelsa, birsi o'ziga qarasa, bizda amal yo'qmi nima der. Endi qancha sendek yazamasa, bizga yo'qdan yezib beramiz. Qo'limizdan kelishicha. Yana boshqa naqshni o'qiysiz axcham. Bunlar o'qisangiz, musobaqa qoidasiga to'g'ri kelmaydi. O'zingiz. Qarang sandim, pianinoni balkim chepirishim mumkin. Çarşatma qo'ydi. Qani singlim, ash yurkingizda o'ylagan. Ma'lumni tanlagangiz kelsa, qo'limiz ko'ksimizda. Biz avval sizga o'zimizning ahvolini tunishtirib qo'yaylik. Sizni bilasiz balkim. Ras qonchishani akilma desa, akilib yutadi. Ata akilma desa, ata o'gin desa, o'gin akilalaydi. Endi gap qonchishanda-mi? Emas. O erkin o'zi sizni har taraflardan taraqqiy qilish imkoniyati bor. Chunki Beijingda nurg'un uslubdagi naqshchilar bilan, ustozlar bilan yaxshi tanishadi. Mahmud apandim ijodiyatchi, dirijor, andin yaxshi naqshchi o'zingiz bilasiz. Hadingiz Nurnisa xonim ham sizni texmi yaxshi taraflardan mungluq naqsh aytilganmi qila oladi. Atrofida yaxshi qo'shini bor. To'g'ri. Mening endi jiq ishim yo'q. Birlamda men sizning hissiyotingizni tushunaman. Kaltak tushunaman. Men bu sizning o'qigan kasbingizni o'sha ana maktabimizda aktyorlik kasbida o'qigan. Siz Mahmudxonning taktikasini ishlatmoqchi bo'l? Ya men sizlar uchun gap qilyapman, birodarlar. Shu hozir ixtiyor sizda. Xijil bo'lmang. Hammasi yaxshi tarbiyalaydi. Efendimler pek sık sözlep kettik.
Ayal. Ayal. Qani artistga qilmaylik. Tanlash huquqi sizda. Erle degan. Erkin efendim, rahmet shunchalik deb berganingizga, sizning naqshingizni kichkimizni anglab cho'ng bo'lgan, ham shunday yaxshi ko'rdim. Lekin Afsusmi? Oxirisi bormi bu gapdan? Darım. Abdullah efendim, sizning naqshingizni cho'nglarmadan yaxshi ko'rdingiz, lekin Ah, xudo. Mening naqshamni otib yaxshi ko'rdik. Şak. sizning vayingiz yetkazib aytganligidek bo'g'ichi menga yana xeyli ko'p yillar ketadi endi. Rahmat. Lekin lekin sizning naqshingizni bek yoqtirib anglayman. Lekin deb o'tib ketsangiz bo'ldi. Nurnisa xonim. Endi o'zimni bayonni deyishdik, ayol qiz deb. To'g'ri. Balkim ovozim yana qizlar tarafdan menishi mumkin. Shunga anikin men bir savolim bor, shunga javob bergan bo'lsangiz shuni bir so'ramoqman. Nima? Men o'zim kichik vaqtimda shu bir plastikani ko'rib boqdim. Ananikin plastik chiqib baxtning shuni sababini bir so'rab baxsam bo'lardi. Bu savolni so'rashingizni faqat o'ylamabdim, lekin yaxshi so'radingiz singlim. Siz bilasiz, shu ayol degan bir uqum, bek muhim, bek cho'nqur uqum ekancha bu. Ayol bo'lmoq haqiqatan taskan. Mening atrofimda nurg'un ayol naqshchilar botdi. Ayol hamshirlarimiz botdi. O'sha apandimlar o'qidi, biz hatto qizg'inib qolg'idak. Yana hatto degan mushu o'rindiqda o'tdag'idek holatdagi bek isil naqshchilarimiz botdi. Buning ismini bularni demayman. Chunki ularni bizga o'xshash ashundoq bir o't bor. U o'tdagi o'chib qolgani yo'q. Lekin ayol degan bir uqum bo'lganligi uchun ayollarning mushu erlarga nisbatan mushu kasbiyatdan oldiga, masalan, eng bo'lmaganda bir 3 yilda bir, 4 yilda bir plastinkalarni chiqarib turishib bek tasgan. Lekin men mushu fursatdan foydalanib, meni qo'llagan tomoshabinlarimga meni shu bir tal plastinka bilan tonib, bir tal plastinka bilan qo'liga elib, beshida ko'taginiga ashu o'zini qurbon qilib o'tgan jafokash ayol naqshchilarimiz uchun men oliy salomimni yo'llayman. Rastlaydi. Evet sanırım. Biz erlerni bek maqtab ketsak bo'ylaqi. Kang qo'saq bo'laylik. Kang qo'saq. Ayollar yo'l qo'yamiz. Qani, hozir sizning tanlashingiz keldi. Yürekni tanıydı. Buluplu sanat ahlilleri tekim şunda. Nurnisa Abbas Hanım'ın köngül közü Sübinur'unu tanıdı. Sübinur'a sanatның kuyaşlık sübileri köplep nisip olgan. Bana bizden şikit kızlarımız özünün avazını ifadelemişti. Abdullah Abdurrahim Efendi, Mahmud Sulayman Efendi, Nurnisa Abbas Hanım'la öz mayıllıkı bilen birdim mahirini tanıdı vardı. Biz Erkin Abdullah Efendi'nin öz izbasarını tanıdı verişini dilektaşımız. Yangraq sadalarımız, xush avazlarımız yipek dolu da ebedi yangraydı. Hayır hoş, kiler sandı görüşeydi.